و شاداب ساحل ها به قدر آبهای جاری می باید رسید امروز که روز خشک خواهد شد. علی رهجوی منزل ها به قدر هر چراغ دوره می باید رسید امروز که روز از شمال حادثه خاموش خواهد شد. آره، هر یک لحظه، هر یک انسان غنیمت است. باید به قدر آنها برسیم. لیکن شخصانی هستند که از این دنیای فانی در قلب ما هیچگاه نمی روند. آنها با شعر و سرودهایشان، با اثرهایشان، با گفتار و کتابهایشان در دل ما همیشه زنده اند. ادیب پراقتدار قاسم محمدجانов 25 اپریل سال 1932 در دهه غلک‌انداز ناحیه پرلتر حاضر جبار رسولов به دنیا آمده است. بعد ختم مکتب میانه سال 1948 به فاکولته زوتکنیکی مکتب عالی شهر دوشنبه داخل گردید. از سبب آن که به ادبیات روزنامه‌نگاری شوق به اندازه داشت، دانشگاه را ترک نموده سال 1951 تحصیل خود را در دانشگاه دولتی آسیای میانه شهر تاشکند دوام داد. بعد ختم دانشگاه به روزنامه سویت تاجیکستانی حاضر خلق آوازی تکلیف کرده شد. از سال 1956 تا سال 1966 در این روزنامه همچون خادم ادبی کاتب کار کرد. سپس در کمیته رادیوی تاجیکستان مخبر و راوی شده فعالیت نمود. بعد 3 سال باز به روزنامه دوست داشته خود سویت تاجیکستانی برگشته سالهای زیاد فعالیت نمود. Alloh taborak va taolo insonni ijod qilganda unga boshqa mahluqotlarda mahluqotlarga nasib qilmagan tafakkur berdi, aql berdi va til berdi, so'z berdi. Inson ana shu so'z bilan o'zini inson ekanligini isbotladi. Allohga o'zini iymon keltirdi Allohga va shu kurrai zaminda men xo'jayinman deb o'rtaga chiqdi. Birov qurdi, birov yaratdi, birov qanaqadir ishlar qildi, lekin o'shalarning ichidan alohida olingan odamlar bor edi. Ular Xudoning suyumli bandalari edi. Ular muqaddas kitoblarda zikr qilingan. Misol uchun mana Tavrotda ham, Injilda ham, hatto Qur'onda ham shoirlar, yozuvchilar, umuman ijodkorlar Xudoning erka bandasi deyiladi. Chunki ular ijod qiladi, so'z ijodkori. Odamlarning qalbiga kira oladi. Agar shunaqa insonlar haqida so'z ketganda men birinchilar qatori hamqishlog'imiz, barchamizning sevimli adibimiz, bizning mana muhtaram ustozimiz Qosimjon aka Mamajonov nomlarini tilga olgan bo'lardim. Men taxminan universitetda birinchi kurslarda o'qib yurganda u kishining otalari bilan suhbat qildik. Otalari ham juda ham so'zamol, zo'r insondilar. Mamajon Yo'ldoshboyev degan odamida o'ylarida biz bir 2 soat, 3 soat suhbat qildik. Shunaqa bir chiroyli suhbat bo'ldi. O'sha qurboshlar haqida, vatan haqida, G'olakandozning tarixi haqida va o'sha suhbatdan olingan ma'lum bir faktik materialni men Qosimjon akaga yubordim, ochiq bashara qilib. Anchadir vaqtdan keyin Qosimjon akadan javob keldi. Do'stim, meni endi tanimaganlar, ko'rmaganlar, do'stim, maqolangizni oldim. Agar mumkin bo'lsa, shuni bir boshqatdan yozib, chiroyli qilib, aralariga tabiat manzaralarini qo'shib yuborsangiz, biz gazetamizda, Sovet Tojikistonida gazetamizda albatta foydalanamiz dedilar. Bu narsa menga qanot bag'ishladi. Men o'sha ochiqni bilmadim, necha marta ishladimda, shunchalik ishladimki, xuddi nazarimda ustoz shunday qarab turib, "Yo, mana bu so'zing bo'lmaydi. Mana bu so'zingni almashtirgin, mana bu yerda virgul qo'ygin, bu yerda nuqta qo'ygin" deganda bo'lib turdilar-da. G'oyibona ustozlikda bu endi. O'zimga o'zim har safar qayta ishlaganda imtihon berdimki, shu ma'qul bo'larmikin Qosimjon akaga. Darhaqiqat Qosimjon aka bizni hududlardan chiqqan, bizni qishloqdan chiqqan, bizni viloyatdan chiqqan birinchi katta yozuvchi, birinchi jiddiy yozuvchi, birinchi jiddiy jurnalist edilar. Shuning uchun hammamiz e'tiqodimiz bo'lakcha edi. Keyin aradan bir oycha o'tgandan keyin studiyani farroshi qo'limga bir semiz konvert tutqazdi. Konvertni ochib qarasam, ichida Sovet Tojikistoni gazetasi bor. Sovet Tojikistoni gazetasida bir bet qilib mana ochirib beribdilar. Ota vorislari degan sarlavha edi. Shuna xursand bo'ldim. Endi sal qo'l tegizgan joylari ham bor, tahrir qilingan baribir. Lekin xursand bo'lib ketdim juda ham. Sezib turardimki, qanaqadir bir odam meni nazorat qilib turibdi, ijodimni nazorat qilib turibdi. Kerak vaqtda misol uchun qattiqqo'llik bilan buni bundoq qilasan, uni bundoq qilasan deya oladi. Kerak vaqtda bunday peshonangizni silab, "Yer rahmat sizga. Mana shu narsani siz yozibsiz" deb oq yo'l tilaydilar, xursand bo'ladilar deb.
o'sha nazorat deng, ishonsangiz ishonmasangiz bir 50 yildan oshiqroq davom etdi. U kishi nihoyat darajada so'zamol, nihoyat darajada hozirgi kunda bir xalqaro termin bor. Tolerantность deydi. Tolerantность degani bag'ri kenglik degani. Birovni misol uchun xatosini o'sha zamonni tuzatib, "Voy, sen nimaga unday qilding?" deyish bu tolerantность emas, bu bag'ri kenglik emas. Uni hamma da'volarini eshitib, ijodi bilan yaxshi tanishib, so'zlarini oxirigacha eshitib, keyin birodar, mana shu joyini mana shunday qilsangiz yaxshi bo'ladi desangiz, u sizga mehr qo'yadi, u sizga hattoki e'tiqod qo'yadi. Agar aytsangizki, bo'lmaydi bu ishni desangiz, u odam yo shu kasbni tashlab ketadi, yo sizdan ko'ngli soviydi. Qosimjon akada shunaqa bir xususiyat bor ediki, u nafaqat ijodkor uchun, balki katta oliy darajadagi inson uchun arziydigan xususiyat edi. Qosimjon aka shunaqa bir buyuk insondilar-da. Nima deydi ularga? Odamga bir malham bo'ladigan so'zlarni topib gapirardilar. Odamga bir esda qoladigan so'zlarni topib gapirardilar. Odamni yuragida, bag'rida qanchadir mizg'ib yotgan hislarni g'alayonga keltirib qo'yardilar. Mana shu g'olakandoz chinorlarini agar o'qisangiz, bu xarakterli, men ko'p o'shani misol keltiramanki, tarixiy, bizning qishloqning tarixi aslida 2500-3000 yilga nisbat beriladi. Hatto viloyatimizning muftiysi Musozoda aytdilarki, bir o'tirishdaki, G'olakandoz, O'rtepa, G'olakandoz, Tabashar. Shu uchoviga nisbat berilar ekan. Shu uchovi ilgari vaqtda bir xil masofada joylashgan ekan. Tarixning tayanch nuqtalari bo'lgan ekan. O'shanga G'olakandozimiz darhaqiqat tarixiy bo'lgan. Mana qo'rg'onlari bor edi, biz qo'rg'onlarga guvoh biza. Lekin G'olakandozimizning tarixi haqida deyarli eshitma yo'q. Shu Marofev, Domla Marofevning kitoblarida bir qismi bor. Keyin o'sha suv talashuv muammolari bor. Tamom, boshqa tarix haqida, G'olakandozning kelib chiqishi haqida, bu yerdagi millatlar qayerdan kelib qolgan, xalqlar qayerdan kelib qolgan hech narsa yo'q-da. Men o'shanga necha marta aytib yurarlarki, siz yoshsiz, shu G'olakandoz tarixini yozing. G'olakandoz tarixini yozing. Men bor narsalarni beraman. G'olakandoz chinorlarini varaqlab chiqdim. Varaqlab chiqsam, darhaqiqat undan oshiq G'olakandozning tarixini yozib bo'lmaydi. To'g'ri, uni badiylashtirish mumkin, qissa qilish mumkin, roman qilish mumkin, lekin G'olakandozning tarixidan shunaqa bir tarixiy hikoyalar yozib qo'yganlarki, undan oshiqcha bir narsa, bir gap aytib bo'lmaydi. O'sha ustoz degani ham shuki, shu ustozni yaqiniga borganingizda o'zingizni bilasizki, bo'yingiz sal pastroqingizni. O'sha ustozning narsalarini o'qiganda odam biladiki, ha, bu odam baribir ustoz, bu odam mendan, ular o'rischacha aytganda nagolovi vishi deydi-ku, bir kalla baland. Xullaski, joylari jannatda bo'lsin, yaxshi yashadilar, nihoyat barakali umr ko'rdilar. U kishi nafaqat ijodkordilar, balki sof ma'noda katta harf bilan yoziladigan insondilar, katta harf bilan yoziladigan do'stdilar, katta harf bilan yoziladigan qarindoshdilar, katta harf bilan yozilishi kerak bo'lgan hamqishloq edilar. Qosim Mamajonov nafaqat hamchun ro'znomanigor, qalammeron, balki basifati navisandai buzurg, sohibi chandin asar و kitobha meboshat. کتاب‌های او این عالمی پر اسرار، چنارهای غلک‌انداز، سمند زندان من، قصیده درباره نیکان، مخلصان خود را شاد و سرفراز کرده است. وقتی که کتاب‌های ادیب را ورقگردان می‌کنیم، صحیفه‌ها بسان آهن ربا ما را به خود می‌کشند، زیرا عالم تصویرات رنگین نگارنده بسا جالب است. Qosim Mamajonov G'olakandozni mo'tabar farzandlaridan. Chunki u odam ijodkor inson bo'lgan. Umuman mana shu nohiyamizda, viloyatimizda, jumhuriyatimizda adabiy muhitni yaratish, adabiy muhitni rivojlantirishda juda katta hissa qo'shgan zabardast jurnalist, tajribali, mahoratli yozuvchi edi. Qosim Mamajonovni mana shu ota qo'shig'i, G'olakandoz chinorlari, Zindonband Qalchig'ayim va o'nlab qissalari, hikoyalari o'sha xalqimizni turmushi, hayoti, uning ma'naviy hayotini yoritishda asosiy asarlardan, ya'ni sevib o'qiladigan asarlardan hisoblanadi. Men Qosim Mamajonovni 1970-yildan buyon bilaman. Biz yosh jurnalistlar
Proletar tongi gazetasi yangi tashkil bo'lgan paytida. Novdan Proletar rayonini ajralib chiqqan payti avval Proletar tongi bilan chiqardi, keyin Novdan ajralgandan keyin Proletar tongi bo'lib chiqa boshladi. O'shanga Tursunboy Shodirov redaktor bo'ldilar, Yo'lakandozdan. Biz yoshlar o'sha paytda institutni bitirib kelganmiz, bizlarni yig'ishtirib, atrof chetlariga shu jurnalistikaga bo'lgan havasimizni orttirib, redaksiyaga jalb qilgandilar. Ana o'sha paytlarda Qosim Mamadjonov Sovet Tojikistoni Respublika gazetasida ishlardilar. Tez-tez shu ijodiy komandirovkaga kelib, bizlar bilan muloqotda bo'lardilar. Bizlar bilan suhbat qilardilar. Bizga qandaydir bir ijodiy yo'llanmalar berardilar. Qosim Mamadjonovning ijodiga bo'lgan qiziqish ana o'sha davrdan boshlangan. Qosim Mamadjonov juda bir ajoyib xislatlari bor edi. U odam odamijon, shu do'stni qadriga yetay turgan, vatanni sevay turgan, ayniqsa tabiatni sevay turgan inson edilar. Qachon kelsalar biz tabiat qo'yniga sayohatga chiqardik. O'sha tabiatdan zavq olardilar, ilhom olardilar. Ana o'sha zavq, ilhom ularning asarlarida ham o'z aksini topgan. Qarang, bitta o'xshatish, G'olakandoz chinorlari. Daraqqat, G'olakandozda chinorlar ko'p. Lekin o'sha G'olakandozni deylik obro'li, G'olakandozni el xalq sevgan farzandlarini o'sha zabardast chinorlarga o'xshatgan. Bahaybat chinorlarga o'xshatgan. Mana shu bitta asarini nomi o'zi uning tabiatni sevganligidan nishona. Qosim Mamadjonov san'atga ham moyillik tomonlari juda ko'p edilar. Har gal kelganlarda, davrlarda o'tirib qolsak, dutori shunaqangi chiroyli chalardilar. Ayniqsa tanovat, munojat, mana shularni dutorda maromiga yetkazib chalib qo'yardilar. Bu odam o'sha diktorlik xususiyatlari ham bor edi. Ovozlari shunaqangi kelishgan, shunaqangi odamni o'ziga jalb qilayotgan edi. Akbar Imomxo'jayev degan diktorlar bor edi. Undan keyin O'ktam Jobirov degan diktorlar bor edi. Ana o'shalarning ovozi darajasida, balki undan ham ortiqroq ovozlar jaranglab chiqardi. Jurnalistikani bitirganlardan keyin mana Sovet Tojikistoni gazetasida kelib ishladilar. Mana yaqinda Sovet Tojikistoni gazetasining 85-yilligi nishonlandi. O'sha 85 yillik munosabati bilan Qosim Mamadjonov haqida juda ajoyib maqolalar chop qilindi. O'sha Qosim Mamadjonov bilan birga ishlagan shoirlar, yozuvchilar Qosim Mamadjonov haqidagi fikrlarini bayon qildi o'sha gazeta sahifalarida. Sobiq Ministrlar Sovetinin raisi Qahhor Mahkamov, shoir O'lmas Jamol, shoir Aljon Yo'ldoshev, filologiya fanlari doktori Ergashali Shodiyev, filologiya fanlari kandidati Mir Haydarov, mana shularni Qosim Mamadjonov haqidagi fikrlari gazeta sahifalarida yoritib boradi. Bu ham o'sha Qosim Mamadjonovning mehnatiga berilgan katta baho deb bilaman. Qosim Mamadjonov nafaqaga chiqqanlaridan keyin o'sha sevimli diyori So'g'd viloyatiga qaytdilar. Qayroqin shahrida uy olib o'sha yerda yashadilar. O'shandan keyin tez-tez biz Qosim Mamadjonov bilan uchrashayotgan bo'ldik. Qosim Mamadjonovning birinchi qishloqqa kelgan bir ajoyib ishlariki, shu viloyatda ishlayotgan, jumhuriyatda ishlayotgan, nohiyada ishlayotgan jurnalistlarni hammasini boshini bir joyga to'pladilar. Oyda bir marta yig'ilib, shu adabiy suhbatlar qilardik, she'rxonlik qilardik. Yoki bo'lmasa biror bir jurnalistlarning, shoir yozuvchilarning biror bir asarlari chiqqan bo'lsa, o'sha asarlarni muhokama qilardik. Mana Abdurasul Habibovning Dahshat degan kitobi chiqdi. Uni muhokamasini qildik. O'zimizning fikrlarimizni matbuot sahifalarida bayon qildik.
Bolalar shoiri Ermat Bobojonning Diydor degan kitobi chiqdi. Uni muhokamasini qildik. Mana shunaqangi yangi chiqqan kitoblarni biz muhokama qilardik. Bundan tashqari ba'zan sherxonliklar boshlanib ketardi. Mana shunday bir adabiy muhitni nohiyamizda yaratilishida men demoqchimanki, hatto viloyatimizdagi adabiy muhitni delik yaratishda, shu shoir, yozuvchi, jurnalistlarning boshini birlashtirishda Qosim Mamajonovning hissalari nihoyatda katta bo'ldi. قاسم ممجانov oilai kalon داشت. وی به خواهر و دادرانش خیلی مهربان بود. 5 فرزند را به وایه رسانیده است که حالا در دانشگاه‌های گوناگون فعالیت می‌برند. Endi akamni aytsam, ulardagi hislatlar juda ham beqiyos. Mana Qur'oni Karimda, hadislarda aytgan hamma nimalar hikmatlari akamlarda mujassam. Xulqlari go'zalligi, saxovatlilari, adolatlilari, kamtarinlari juda ham beqiyos. Akamda shunday hislatlari bordiki, birovdan 1 gram ranjimas edilar. Bordi, men ham bir narsadan ranjisam, singlim, nimaga ranjiysan? Deb endi Xudo borku, Xudo o'zi qo'llaydi derdilar. Mana shu hislatlari mana ketibdilar. Ularda mana shu hislatlari borligi menga doim menga bir madad bag'ishlaydi. Ba'zi vaqtda o'tirib olib yig'lab olaman. Endi mana bir katta qanotim bordi, ketdi deyman. Lekin mana bu aytgan so'zlarni eslab, Gavhar, sen doktorsan, optimistsan degan so'zlarni eslab, o'zimga quvvat bag'ishlayman. Endi 1 gram birovdan ranjimas edilar, nihoyatda kamtarin, saxovat edilar. Bularni endi gaplarini aytaman desam juda ko'p. So'zlarini boyligiga, har bir kitoblarni o'qisam, mana Jek Londonning kitoblarini o'qib chiqqanman, Mapassanning kitoblarini o'qiganman, Chexovnikini, endi Navoiyning g'azallarini, endi mana o'zimga yarashaganda. Lekin ulardagi so'zlar o'shalarga o'xshash, o'shalarga tengligidan men beqiyos xursandman. Juda ham so'zlari, har bitta so'zlarda bir farqi bor, nimasi, ma'nosi bordek chuqur ma'noli so'zlar. Endi aytay desam gaplarim ko'p Nafisaxon. Ko'z yosh qilib olishim sal qoladi. Men kichkina singilcha edim, nihoyatda erkak edim. Endi buni aytishga to'g'ri keladi. Sochim nihoyatda uzun edi. Bosh yuvishni umuman yomon ko'rardim. Akam Toshkentda o'qirdilar-yu, ataylab men uchun haftada kelarkanlarki, shu singlim men borsam boshini yuvdi, bo'lmasam yuvmaydi deb. Mana shunday meni nihoyatda erkalardilar. Mana o'qishga borgan yillarimda ham shu akamning soyalari bilan men o'qidim. Xudoga shukr, doim meni qo'llab turdilar, doim maslahatlari bilan o'qidim. Juda katta menga yordamlari, menga madadlari katta. Ota-onamdek menga bir ota-onamdek bo'lib qoldi ular. Kelinayman bir jahon xotin ulayam. Mana shu kelinimdagi hislatlarni undan birini men o'zimda yo'q. Ulardagi beqiyos nimaliklari, vafodorliklari, nima dedi, erga xizmat qilishlari juda ham cheksiz. Mehmonjonlarni serialini ko'rsam, akamning hayotlarini bir parchasini taqqoslayman. Har kuni mehmonlar har yoqdan kelishardi. Lekin mana shu kelinoyim biror marta "Voy, shu mehmonlar keldi, ko'ngilga urib ketdi" degan so'zni aytmaganlar. Beqiyos ular ham ishlardilar, katta bog'chaning mudirasi edilar. Ularni ham o'zlariga yarasha hurmatlari baland edi. Aqli bitta ishchilardan xizmatga yollamasdilar. Yo'q, men o'zim akangizning mehmonlarini men o'zim kuzatishim kerak. Meni ko'nglimdagidek qilolmaydi deb shunday mehmonlarga odam dilida endi beqiyos. نویسنده زبردست قاسم ممجانov شخصی بود که تمام خصلت‌های نیک انسانی در او مجسم گردیده است. وی با تمکینی، با صبر و قناعت شاگردان خود را تربیت کرده است. درباره این شخص بزرگ خیلی صحبت نمودیم. نویسنده اعضای اتفاق ژورنالیستان سابق اتفاق شوروی
اعضای روزنامه‌نگاران جمهوری تاجیکستان دارنده لائحه مکافاتی به نام لاهوتی می باشند. چندین بار از طرف پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با افتخارنامه تحفه ها سرفراز گردیده است. قاسم ممجانف شخصی بود که قلب انسان ها را با دیل خود دیده می توانست. یک انسان یک کتاب می گفت او. در حقیقت به زندگی این نویسنده بزرگ نظر افکنیم گواهی آن می گردیم که میزان نیکی وی چقدر پربار است. این نیکی ها را هیچ کس از خاطر نمی برارد. گرچند در این دنیای فنا نباشند هم در عالم معنویات همیشه زنده باقی می مانند. روحتان شاد باد استاد عزیز.